Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentligining xəbərlər programmasını ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqətinizə sunumuz. Oldingi oyda ijtimoiy axborotda atalmish Şinjan radio televiziya universitetining Qizilsuv sho'basining tadqiqotchi o'qituvchisi Abdusamad Ro'zining Xitoyning turmusida jon uzganligi to'g'risidagi xabarlar tarqalgan. Erkin Asiya radiosining 21 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, Erkin Asiya radiosining muxbiri Atshar Suntaq yeziliq saqchixonaga telefon ziyorati qilish natijasida Abdusamad Ro'zining Ulug'chat turmusining doktorxonasida yurak kasali sababli davolash unum bermay vafot bo'lganligi, jasadning oilasiga qaytarilmasdan Udulla qabristonliqqa elib chiqilganligi, yeziliq partkom sekretari, kanat boshlig'i, saqchixona xodimlari, davlat amallik xodimlari yig'ilib, oila a'zolaridan 6 va 7 kishini akilib, Abdusamad Ro'zining o'limiga noroziligining bor yo'qligini so'rganligini egallagan. Ma'lum bo'lishicha, Abdusamad Ro'zi bu yil 57 yoshda bo'lib, Oti shahrining Suntaq yezisidan 1987-yili Qashqar pedagogika institutini tamomlab, Oti shaharlik 4-o'tir maktabda o'qituvchilik xizmatini boshlagan. 1998-yildan boshlab 2017-yili tunji qatim tutqun qilinguncha atalmish Şinjan radio televiziya universitetining Qizilsuv oblastlik sho'basida ta'lim-tarbiya va tadqiqot xizmati bilan shug'ullangan. 2005-yildan 2010-yilgacha Uyg'ur ma'rifatchisi Mamtili Tavfiq apandining o'quvchilari haqida tadqiqot olib berib, Izchilar nomli kitobni yozib chiqqan. O'qituvchilarga yangi darslik islohoti to'g'risida nutq so'zlagan. Xitoy tajovuzchilarining 2017-yildagi umumyuzlik tutqun qilish jinoiy qilmishida tutqun qilingan. 2019-yili 20 yillik qamoq jazosiga uchragan. 2021-yili kasallik sababidan qo'yib berilib, 2022-yili qayta tutqun qilingan. Alloh makonini jannatda qilsin. Amerika Shimoliy Koreyaning sun'iy hamrohni orbitaga o'rinlashtirganligini aytgan. Space Daily xabar torining 21 noyabr kunidagi xabarida aytilishicha, Oqsaroy chorshanba kuni Shimoliy Koreyaning razvedka sun'iy hamrohini orbitaga o'rinlashtirganligini ayblab, rayonni qalayimqonlashtirib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qaroriga to'liq xiloflik qildi degan. Amerika Davlat bexatarlik kengashining bayonotchisi Adrian Watson olam bo'shlig'iga sun'iy hamrohni o'rinlashtirishning jiddiylikni kuchaytirib, rayon va uning sirtidagi bexatarlik vaziyatini muqimsizlashtirib yetadiganligini aytgan. Shimoliy Koreya davlat axboroti chorshanba kuni aytganda, davlatning ilgirki 2 qatimliq mag'lubiyatdan keyin razvedka sun'iy hamrohni muvaffaqiyatli holda orbitaga o'rinlashtirganligini, davlat rahbari Kim Jong Unning portlash vaqasiga shohid bo'lganligini va bu vazifasining orqasidagi olim va texniklarni tabriklaganligini xabar qilgan. Seshanba kuni kechda Shimoliy Pyongan o'lkasidan qo'yib berilgan sun'iy hamrohni ilib mangan raketa belgilangan yo'lni bo'ylab uchib, razvedka sun'iy hamrohi Malikyong 1ni orbitaga to'g'ri o'rinlashtirgan. Watson bu qo'yib berishning Shimoliy Koreyaning ballistik boshqariladigan bomba planiga bevosita munosabatlik texnikalarni o'z ichiga oladiganligini, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bexatarlik kengashining Pyongyangning sinaq qilishini bir qancha qaror bilan cheklaganligini ta'kidlagan. Turkiyaning Xitoyda turishliq bosh elchisi Turkiya bilan Xitoyning kelgusida kuchli hamkorlikka tayyor ekanligini aytgan. Turkiya davlat axboroti bir xabar kanalining 20 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, Turkiyaning Beijingda turishliq bosh elchisi Ismoil Haqqi Musoning Xitoy xalq kundalik gazetida e'lon qilgan maqolasida Turkiya va Xitoyning asrlardan buyongi o'rtaq tarixiy va kelgusi tasavvurini birlashtirish orqali hamkorlikni kuchaytirishni qaror qiladiganligini, 2010-yili qurilgan strategik hamkorlik sheriklik munosabatidan keyin iqtisoddan madaniyatgacha, ma'rifdan sayohatgacha bo'lgan nurg'un sohada ko'rinarli ilgirlashlarning qo'lga keltirilganligini ta'kidlab, hamkorlikning rayon va yer sharining muqimligiga tuhfa qo'shib qolmay, taraqqiyotni ilgari suradiganligini, Turkiyaning boshdan oxir bir balvoq bir yo'l tashabbusini qo'llaganligini, o'ttiri koridor turining bu tashabbus bilan mos keladiganligini, Turkiyaning eksport mollarini to'shiydigan tunji yuk poyezining 2020-yili 12-oyda Xitoyga yetib borganligining yangi savdo yo'lining ochilganligini ko'rsatganligini bayon qilgan. Bosh elchi maqolasida Turkiyaning sijil taraqqiyotiga tuhfa qo'shish uchun kelgusidagi hamkorlikni shakllantirishni maqsad qilganligini ta'kidlagan va mablag' solishni ko'paytirish, ul asliya hamkorlikni ilgari surish, raqamlik o'zgartishni qo'llash va elektronlik mashina ishlab chiqarish,
Yeşil energiya və rəqəmlik texnika qatarlıq iki tərəflik həmkarlıqni tərəqqi qıldırışni xalaydiganligini ko'rsatgan. Oxirida u Adanada tijorat boshlagan Honondo issiqlik elektr stansiyasining Xitoyning Turkiyaga salgan eng chong bevosita mablag' ekanligini ta'kidlab, bu rayonda yer tavrash ofati yuz bergan bo'lsa-mu, hech qanday ziyonga uchramay tok yetkazganligini aytgan. Vatan, tuproq inson uchun yaratilgan bir ne'mat. İslam dini insonni maxluqqa qulchilik qilishdan ozod qilish va insonning asosli huquqlarini qo'g'dash uchun kelgan buyuk bir ne'mat. Dinimizda aqida sevgisi bilan vatan sevgisi bir-biridan ayrılolmaydi. Bir-biriga zid kelmaydi. Balki aqidamizning taqozosi bo'yicha mustamlika ostiga tushib qolgan vatanni himoya qilish va qo'g'dash erkak va ayollarga farz hisoblanadi. Demak, islom aqidamiz samimiy musulmonlarga nisbatan vatanparvarlikning asosi hisoblanadi. Chunki Qur'oni Karim vatanning mustaqilligi va hurligini vatanparvarlik, qaysarlik va fidokorlikning mevasi deb qaragan, hamda insonlarning hayoti deb sifatlagan. Shunga vatanning mustaqilligi haqida susqaraydigan yoki mas'uliyatsizlik qiladigan yoki qo'rqinchoqlik qiladigan kishilarni o'liklar deb ifodalagan. Abdurahmon Jamol Koshig'ari. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.